Farzandingiz kamqonligidan xavotirdamisiz? Unday bo'lsa bu videoni oxirigacha ko'ring. Oxiridagi ma'lumot siz uchun foydali bo'lishi aniq. Kamqonlik bolaning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning bilan tez kasal bo'lishga sabab bo'lishi ham mumkin. Ushbu mahsulotlar temir moddasiga boy va temir ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Bular qaysilar deysizmi? Olma, lavlagi, go'sht mahsulotlari, tuxum sarig'i hamda ko'katlardir. Shuning bilan, agarda bolalar ovqat ratsionida temir mahsulotlarini ishlab chiqarishga salbiy ta'sir qiladigan mahsulotlarni cheklamasak, kamqonlikka sabab bo'lishi mumkin. Bularga sho'r achchiq mahsulotlar, gazli ichimliklar, choy hamda fast food mahsulotlari kiradi. Farzandingiz sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'ying va bizga obuna bo'ling.